Davlatchilikning yuzaga kelishda shaharlarning paydo bo'lishi va taraqqiyoti qay darajada muhim rol o'ynagan bo'lsa, shaharlarning rivoj topishida bozorlar, savdo-sotiq, hunarmandchilikning shakllanishi nihoyatda katta o'rin tutadi. Toshkent shahrining 22 asrlik tarixida ham hunarmandchilik, savdo-sotiq, bozorlar alohida ahamiyat kasb etgan. Shahar qadim-qadimdan bozorlari va hunarmandchiligi bilan mashhur bo'lgan. Eramizdan oldingi davrda barpo etilgan Chochtepa va milodiy eraning boshlarida qad rostlagan Ming'o'rik shahristonlarida hunarmandlar metalldan mehnat qurollari, yaroq aslahalar, zeb-ziynat, ro'zg'or buyumlari yasashgan, ko'nchilik bilan shug'ullanishgan, paxta va jundan matolar to'qishgan, sopol shisha buyumlar tayyorlashgan. Bu esa ushbu qal'alarda bozorlarning vujudga kelishiga asos bo'lgan. Bozorlar tufayli odamlar o'rtasida savdo-sotiq, o'zaro hamkorliklar yuzaga kelgan. Natijada Chochtepa va Ming'o'rik yirik qal'a shahriston sifatida yanada yuksalgan. Et bien sûr, les efforts et Tarixdan ma'lumki, dunyo shaharsozligi bozorsiz va savdo-sotiq yo'llarisiz rivojlanmagan. Xususan, sharq shaharlari bu borada yetakchilik qilganlar. Qadimda g'arb shaharlarida 1-2 ta bozorlar mavjud bo'lgan bo'lsa, sharq shaharlarida 4-5 tadan bozorlarda savdo qaynagan. Arxeologlarning ma'lumotlariga ko'ra, Toshkentning ilk shahristoni Chochtepada 3 ta bozor bo'lgan. Bu bozorlar shahristonning ichki qismida emas, undan tashqarida qurilgan. Eng katta bozor Chochtepa arkining yaqinida faoliyat yuritgan. Qolgan bozorlar hunarmandlar mahallalari, ustaxonalari bilan yonma-yon barpo etilgan. Ming'o'rikda bozorlar soni yanada ko'paygan. Lekin Chochtepadan farqli o'laroq, bu yerda eng katta bozor shahristonning ichki qismida bo'lgan. Qolgan bozorlar rabotlarda joylashgan. Bozorlar to'g'ri kelgan joylarda barpo etilavermagan. Buning uchun savdoga qulay joy, odamlar gavjum bo'ladigan savdo karvonlarining kelib ketishiga o'ng'ay nuqtalar tanlangan. Chochtepa va Ming'o'rik shahristonlari Buyuk Ipak yo'lining ustida bo'lgan. Bu esa ushbu qal'alarning tez taraqqiy etishiga zamin tayyorlagan. 8-asrning boshlariga kelib Ming'o'rik shahristoni, ya'ni Madinat ash-Shosh qal'asi arablar tomonidan vayron qilinadi. Aholining bu yerda yashashi uchun imkon qolmaydi. Natijada 9-asrga kelib Madinat ash-Shoshdan 4-5 kilometr shimoliy g'arb tomonda Kaykovus kanali yaqinida yangi qal'a barpo etiladi. Bu qal'a yozma manbalarda Binkat nomi bilan tilga olinadi. Binkatning arki va shahristoni Toshkentning hozirgi Chorsuv, Xadra maydoni, Ko'kaldosh madrasasi, Alisher Navoiy ko'chasi oralig'ida bo'lgan. Bozor esa shahristonning shimoliy qismida bugungi Chorsuv bozori o'rnida barpo etilgan. Tarixiy manbalarda yozilishicha, bozorlar qumloq va toshloq joylarda bunyod qilingan. Hozirgi Chorsuv bozori o'rni ham ana shunday joy bo'lgan. Bu joy Registon deb atalgan. Registon so'zi qumloq joy ma'nosini anglatgan. Bozor shu sababdan dastlab Registon nomi bilan yuritilgan. Registon bozori atrofida esa hunarmandlar ustaxonalari va mahallalari barpo etila boshlangan. Keyinchalik bozor nomi Jova deb o'zgartirilgan. Davrlar o'tishi bilan Jova nomiga eski atamasi qo'shilib, bozor eski Jova nomi bilan mashhur bo'lgan. Jova so'zi dastlab juba shaklida ishlatilgan. Tarixchi Abu Bakr Narshahiy ma'lumotiga ko'ra, juba bozor maydoni ma'nosini anglatgan. Demak, eski Jova maydonidan bozorga aylangan joy ma'nosini bildirgan. Они были известны как Binkat shahristoni atrofida eski Jova nomi bilan bog'liq joylar ko'p.
bozor, mahalla, maydon bunday bo'lishi tabiiy. Chunki u dastlab ochiq joy, maydon holatda bo'lgan. Bozor qurilgandan keyin ham maydonning bir qismi saqlanib qolgan. Bozor esa maydon atrofida kengayib borgan. Bu yerda savdo-sotiq kuchaygan. Bozor atrofida hunarmandlar yashaydigan joylar, ustaxonalar paydo bo'lgan. Eski Juva nomi ana shunday joylardan biri mahallaga ham berilgan. Tabiiyki, 11-asrda paydo bo'lgan bu qadim mahalla vaqt o'tib bozorning bir qismiga, keyinchalik uning asosiga aylanib ketgan. Eski Juva atamasining kelib chiqishini olimlar har xil talqin qilishadi. Masalan, tarixchi Olga Smirnova asarida eski so'zi so'q tilida baland degan ma'noni bildiradi. Jova bozor ma'nosini anglatadi. Demak, eski Jova baland bozor nomidan olingan degan xulosaga keladi. Boshqa bir tarixchi Xayrulloh Husanov esa eski Juvani mahalla nomi deb ataydi. Bu mahallada hunarmandlar jovalar, harbiy aslahalar, jibalar, sovutlar tayyorlashgan. Ular saqlanadigan jovaxona, omborlar qurilgan. Ana shu sababdan eski Jova harbiy aslahalar saqlanadigan omborxona ma'nosini bildiradi deb izohlaydi. Nima bo'lmasin, eski Juva Toshkent tarixida hunarmandchilik va bozor bilan bog'liq joy sifatida qadrlanadi. Eski Juva bozori yana Chorsuv nomi bilan ham yuritilgan. Qadimshunoslar bu nomning kelib chiqishini Chorsi, 4 yo'l kesib tutashgan nuqta, Chorsuq, 4 tomoni bozor ma'nolarida izohlashadi. Haqiqatan o'rta asrlarda bu bozor yonida shaharning barcha yo'llari tutashgan va ushbu joyda ko'plab bozorlar mavjud bo'lgan. Bu nom ana shunga monand tarzda qo'yilgan. 15-16 asrlarda Binkat shahristoni buzila boshlaydi. Xon o'rdasi Qoratosh mahallasiga ko'chadi. Binkat shahristoni o'rnida kulollar, misgarlar, taqachilar, to'quvchilarning qator ustaxonalari joylashib, yangi bozor vujudga keladi. Ana shundan keyin Chorsuv va yangi bozor qo'shilib, Qo'sh bozor nomi bilan ataladi. 12-13 asrlarda eski Jova xalq orasida past bozor nomi bilan ham yuritilgan. Bunga bozorning pastlikda joylashganligi sabab qilib ko'rsatiladi. O'sha davrlarda eski Jova shaharning yolg'iz bozori bo'lmagan. Eski Jova bozori va Binkat shahristoni atroflarida Chit bozor, Sahhof bozor, Quluf bozor, Egar bozor, Namat bozor, pichoqchilik, ko'nchilik, kovushfurushlik, Kalava bozor, Bo'yra bozor, Mosh bozor, Mayiz bozor, Qand bozor kabi 40 dan oshiq bozorlar faoliyat yuritgan. Bular shaharda savdo-sotiq ishlari keng yo'lga qo'yilganligini ko'rsatadi. Bu yerda turli davrlarda kumush va tilla tangalar zarb qilingan. Tarixiy asarlarda, xususan arab sayyohlarining safarnomalarida shoshta, metall, ayniqsa kumush ishlab chiqarish keng yo'lga qo'yilganligi haqida ma'lumotlar berilgan. Vohada kumush kollari ko'p bo'lgan. Tangalar ana shu kollarning tepasida joylashgan metall eritadigan xumdonlarda zarb qilingan. Bu kumush tangalar G'arbiy Yevropa davlatlarida, Daniya, Norvegiya, Shotlandiyada ham pul, ham xomashyo mahsulot sifatida ishlatilgan. Daniya muzeylaridan birida choch hukmdorlarining 4-7 asrlarda zarb qildirgan kumush tangalari mavjud. Bu tangalarga hukmdorlar qiyofalari, har xil hayvonlar tasvirlari tushirilgan. Shuningdek, ma'lum bir belgilar va yozuvlar ham bor. Bu kumush tangalar olis Yevropaga qanday qilib borib qolgan? Ma'lumki, ilk o'rta asrlarda so'g'dlar Yevropaga ko'p borganlar. Ularning Kiyev Rusiyaga yaqin joyda Sudak deb nomlangan shaharchasi bo'lgan. Sudak aslida So'g'd-ak ma'nosida bo'lib, so'g'dlarning savdo shaharchasi mazmunini bildirgan. Sharq, O'rta Osiyoda ishlab chiqarilgan nodir buyumlar ana shu yerdan g'arbga tarqalgan. Ma'naviyat bu go'zal urf-odatlar, marosimlar, asrlar osha qadrlanib kelayotgan ajdodlar merosi. Yuksak axloq, yuksak aqidalar degani. Yuksak ma'naviyat millat poydevori. Bu ma'naviyat dasturi. Toshkentning qadimiy shahristonlarida hunarmandchilikning rivojlanishi, ko'plab bozorlarning paydo bo'lishi shahar savdogarlarining
boshqa o'lkalar, davlatlar bilan savdo sotiq sohasida ham hamkorlikni kuchaytirishga olib keldi. 5-8 asrlarda va Temuriylar davrida Xitoy, Hindiston, Vizantiya, Rum, arab davlatlari bilan shoshlik, binkatlik savdogarlar o'zaro mol ayira boshlaganlar. 10-asr arab tarixchisi Istarxiy qayd qilishicha, shoshdan boshqa o'lkalarga sopol idishlar, egarlar, sadoqlar, chodirlar, pichoqlar, qaychilar, kamonlar, gazlamalar, namatlar olib borilgan. 15-16 asrlarda ham Toshkent savdo sohasida metall buyumlari, sopol idishlari bilan yetakchilik qilgan. 16-asrdan keyin Toshkent o'rdasi, hukmdorlar qarorgohlari turli joylarga ko'chsa ham, bozorlarning aksariyati shaharning eski jo'va qismida doimiy faoliyat yuritgan. Tarixchi Muhammad Solih Toshkentning yangi tarixi asarida shahar 4 dahaga bo'lingan va har bir dahani alohida hukmdorlar boshqargan. Ular o'rtasida o'zaro nizolar bo'lib turgan paytda ham Toshkentning katta bozori Juba edi. U shahar uchun markazga aylangandi. Bundan tashqari har bir dahada o'nlab kichik bozorlar faoliyat yuritardi deb yozadi. Toshkentning tarixiy kartalariga nazar tashlasangiz, barcha darvozalardan yo'llar eski Jo'va bozoriga kelib birlashganini ko'rasiz. Bozor atrofidagi ko'cha va mahallalarning nomlari shaharda qanday hunarmandlar yashaganligidan, qanday bozorlar faoliyat yuritganligidan dalolat beradi. Toshkentning eng katta ahamiyatlaridan biri bu strategik ahamiyatga ega ekanligidir. Chunki qadimdan Toshkent shahri o'troq viloyatlar va ko'chmanchi hududlar bir chegarasida joylashgani uchun bu yerda mana shu harbiy asbob anjomlarni, ko'chmanchilar uchun zarur bo'lgan asbob anjomlarni ishlab chiqaradigan hunarmandchilik juda rivojlangan edi. Chochiy kamonlar, ya'ni shu Toshkent shahrida yasalgan kamonlar butun mamlakatlarda ma'lum va mashhur bo'lib, karvonlar orqali olib borilgan. Albatta Amir Temur shaharning bu strategik ahamiyatini yaxshi bilgan holda o'zining juda qudratli raqiblari, Mo'g'uliston, Oltin O'rdadagi To'xtamish, Qamariddin kabi qudratli bir raqiblariga qarshi jangga chiqish oldidan asosan qo'shinni Toshkent shahri va viloyatida harbiy tayyorgarlikdan o'tkazgan. Qadim zamonlardan boshlab bizning Toshkent shahrimizda jamoa o'zini boshqaruv tizimi asosida rivojlanib kelgan mahallachilik tizimi mavjud. Ana shu nuqtai nazardan 19-asrning ikkinchi yarmi va so'nggi 10 yilliklarida hisobga olingan mahallalarning umumiy soni 270 ga yaqin bo'lgan. Sebzor dahasida ham mahallachilik strukturasi masalan taxminan 70 ga yaqin mahallalar Sebzor dahasiga tegishli hisoblangan. Eski shahar miqyosida ham kasbiy yo'nalishda bir qator mahallalarni atash mumkin. Pichoqchilik deymiz, chaqchi mahalla deymiz, Chopon bozor deymiz, Maqsud o'zlik deymiz va hokazolar hammasi shahar bozori va uni atrofida joylashgan iqtisodiy jihatdan shahar hokimiyatiga muayyan soliq to'lash hisobida ro'yxatga olingan mahallalar hisoblanadi. Toshkentda 19-asrning oxirlarida eski Jo'va bozoridan tashqari katta mavqega ega bo'lgan yana 4 ta maxsus bozor faoliyat yuritgan. Ot bozori va mol bozori Xasti Imom mavzesida bo'lgan. Qovun bozori Samarqand darvoza mavzeida joylashgan. O'rda bozori esa Shayxontohur dahasidagi qadimiy o'rda vayronalari o'rnida barpo etilgan. Bu bozorga turli xil mollar shaharning Qashg'ar darvozasi orqali karvonlarda olib kelingan. Xuddi shu yerda shaharning mashhur qaymoq bozori ham bo'lgan. Toshkentning ruslar yashaydigan yangi shahar qismida ham 4 ta bozor bo'lganligi haqida ma'lumotlar bor. Shulardan biri hozirgi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatri o'rnida yakshanba bozori tashkil etilgan. Bu bozorda spirtli ichimliklar ko'p sotilgani uchun xalq orasida Piyon bozor nomi bilan atalgan. Umuman o'sha davrda tarixiy ma'lumotlarga ko'ra Toshkent bozorlarida 6000 dan oshiq do'konlar, 16 ta karvonsaroy, 20 dan ko'p omborxonalar faoliyat yuritgan. Bozorlar faqat savdo sotiq joylarigina bo'lib qolmagan.
Ular jamoat markazlari, madaniy tadbirlar o'tkaziladigan joylar vazifalarini ham o'tagan. O'rta Osiyoning boshqa shaharlarida bo'lgani kabi Toshkent bozorlarida ham bayramlarda bozor shab, ya'ni kechki bozorlar, xalq sayillari, tomoshalari o'tkazilib turgan. Bozorlar xalqning o'ziga xos madaniyatini namoyon etgan. Строится новый город, который... Toshkent joylashgan o'rni, shaharsozlik qudrati, savdo yo'llaridagi mavqei jihatdan sharqqa yetakchilik qilib kelgan. U turli davrlarda xalqaro miqyosda Vizantiya va Xitoyni, Arabiston va Hindistonni, Rus va Afg'onistonni savdo sohasida bog'lab turuvchi shahar bo'lgan. O'rta Osiyo doirasida esa bir tomoni ko'chmanchi chorvadorlar, ikkinchi tomoni o'troq dehqonlar hamkorligini yuzaga keltirgan savdo shahri sifatida shuhrat qozongan. Shuning uchun bu shaharda bozorlar nihoyatda katta o'rin tutgan. Toshkent bozorlarining sharq o'lkalaridagi mavqei haqida 19-asrda bu yerda yashagan rus rassomi Vereshchagin bunday deb yozgandi. Men ko'rgan sharq shaharlarining hech birini kengligi, ko'pligi jihatidan Toshkent bozorlariga tenglashtirib bo'lmaydi. Undagi do'konlar kichkina bo'lsa ham son sanoqsiz. Bu shaharda do'kondorlik qilmaydigan odam bormikin? Aytish qiyin. Tushda bozor rosa qiziydi. Savdo ishlari yanada jonlanadi. Odamlar tiqilinch bo'lib ketadi. Ko'chalarda ot, tuyakashlarning ko'pligidan yurish qiyinlashadi. Umuman savdo borasida Toshkentni O'rta Osiyoning markazi deyish mumkin. Toshkent savdo, bozor hamkorliklar borasida barcha davrlarda ana shunday yetakchilikni o'zida saqlab kelgan. Shuning uchun uning taraqqiyoti, rivoji tez kechgan. Toshkent bozorlari. Ular o'z bag'rida olis o'tmishdan to shu kunlargacha shahar tarixining turfa sir asrorlarini saqlab kelmoqda. Unda shaharning 22 asrlik tarix izlari ham bor. Bu tarix izlarini o'rganish xalqimizni o'tmish merosimizdan bahramand etishga xizmat qiladi.